Yuqori narxda kam yapından minaman degan bratlarimiz va sestralarimiz uchun qora avtomat korobka Spark'ni 2022-yil variantidan qo'yib beramiz. Bilaman, inomarkalarni mindingiz, Malibu mindingiz, Equinox mindingiz, hammasini chepini oldingiz. Endi shaharda Tixovka, rasxod ozroq minib yurmaka bir mashina qarabsiz. Aynan siz uchun zo'r variant aytganman. Xudo xolasa kredit olib olaman desangizlar, boshlang'ichini 18-20 million so'm atrofida pul kerak bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarni hozir aytib o'tamiz. Mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan qora rangli elde orqa qismi ravonat saqlangan, o'zini zavodskiy diska bilan tutdi. 100% lik shumka qilingan mashinamiz va 4-pokoleniya injektor propan gazdan uстановка qilingan. So'llar ham akkurat top-toza holatda turibdi. Yurgan kilometri 62 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ko'rishingiz mumkin, akkuratni top-toza holatda turibdi mashinamiz. Ya'ni sotuv kamyob uchirgan qop-qora rangini videoni shundan Neobishniy svetdagi Neobishniy mashinalarga qiziqadigan bratlarga tashakkur qo'ysangizlar bo'ladi va like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Avtokredit, barter hamma variant bor. Mashinamizning narxini 120 million so'mdan kelishtirib beramiz. Bemalol kelib savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Avtokredit olaman desangizlar, bitta bir 18-20 million so'm boshlang'ich to'lovi va notariskiy xarajatlarni отдельно to'lab turib, 3 yil, 5 yil, 6 yilgacha kreditga chiqara olsangizlar bo'ladi. Videomizga like bosib qo'yinglar, mana avtosiyada kutib qolamiz.